Assalomu alaykum azizlar, YouTube kuzatuvchilari, hammangizga xayrli kun. Mana erta tongdan ish faoliyatimizni yana boshlab oldik. Har kunlik biogomiz dastavkalarini davom ettirmoqdamiz. Mana biogomiz olingan joylarga yana qayta yangi reaktorlar hosil qilyapmiz hamda chuvalchang tashlayapmiz. Bahor fasli bo'lganligi uchun hozirda har xil turdagi mevali daraxtlar hamda har xil gullar, ko'chatlar ekilyapti. O'shalar tagiga biogomiz solinadi. Biogomiz solingandan so'ng tuproqda namligini me'yorda ushlab turadi hamda ekilgan ekinga foydasi juda ham ko'proq. Ertangi kunga ildiziga hamda mevasiga ko'proq tugushiga olib keladi. Mana hozir biogomizlarimizni drabilkadan chiqarganmiz. Juda ham qop-qora. Bu yerda yangi reaktorlar hosil qilyapmiz. Mana tayyor biogomizlarimiz. Bular ham drabilkadan o'tgan. Endi buni elakdan o'tkazamiz. Namligi juda ham me'yorda. Mana 1 yil davomida Kaliforniya chuvalchanglarimiz yordamida ishlangan mahsulot. Bu biogomizlarimizni har qanaqa o'simlikka foydalansa bo'ladi. Foydasi juda ham yaxshi. Bizda qopli hamda upakovkaligi bor. 5 kilolik, 10 kilolik, 25 hamda 50 kilolik upakovka va qoplarda. Mana hozir Yunusobod tumaniga 1,5 tonna biogomiz zakaz qilishgan. Ulgurji narxda, optim narxda tarqatyapmiz. Mana upakovkalarimiz har 6 oyda laboratoriya xulosasida o'tadi. Ya'ni bu biogomizning sifatlilik darajasini yana oshirib beradi. Bizning manzilimiz Toshkent viloyati Qibray tumanida. Kimga mana shunaqa sifatli biogomizlar hamda Kaliforniya chuvalchanglari kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol murojaat qilasizlar. Toshkent shahar, Toshkent viloyati bo'yicha dastavkalarimiz mutlaqo tekin.